Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Dastlabki mashqimiz bo'yin mushaklari uchun. Dastlabki holat oyoqlar yelka kengligida, qo'llar belda. Boshni 1-2 oldiga, 3-4 o'ngga, chapga tashlaymiz. Mashqni boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Mashqimiz tamom. Navbatdagi mashqimiz. Bir qo'llar yonda, ikki tepada, oyoqlar uchida turgan holda, 3 yana yonda, 4 dastlabki holat. Mashqni birgalikda boshladik. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Mashqimiz tamom. Keyingi mashqqa o'tamiz. Dastlabki holat oyoqlar yelka kengligida, qo'llar ko'krak oldida. 1-4 oldinga, 5-8 orqaga aylantiramiz. Mashqni boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Shu sportlarda hamisha hamrohlaring bo'lsin. Sport tarbiya hayotiy har turlaringiz kunlaring ish bo'lib qolsin. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Hokim bobomizga ham rahmat aytaman, bizni taym qo'ygan uchun. Hozirlari ko'rib biz ham g'ayratimiz jo'shib ketyapti. Xudo xolasa, biz ham shuni hayotimizda yo'lga qo'yamiz mana shuni. Oynamo! Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Piyoda yurish inson salomatligi uchun foydalidir. Yurakni chiniqtirish uchun keksalarga yordam beradigan eng foydali mashg'ulot bu tayoq bilan xuddi chang'i uchgan kabi piyoda yurishdir. Bunday mashg'ulotni haftada 3 marta, agar imkon bo'lsa, har kuni 45 daqiqa davomida amalga oshirish kerak. Bu faqat yurak uchun emas, organizm uchun ham foydalidir. Bunday jismoniy harakatlanish mushaklarda moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Artritda va boshqa suyak kasalliklarida foyda bo'ladi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va sizlarga hamisha sihat salomatlik tilab qolamiz. Yürü,